Jahli burnini ustida turadi degan iborani siz ham eshitgansiz. Bilasiz, birpasda lov etib, birpasda o'chadigan insonlar bor. Ya'ni ular tez jahli chiqib ketishadi. Bunaqa insonlar aslida juda ham mehribon bo'lishadi. Ularning qalbi ochiq, lekin buni bildirishni, ko'rsatishni bilishmaydi. Aslida ularning qalbida jarohat bor. Agar bunday insonlardan uzoqlashmasdan ularga yaqinlashib, qalbiga quloq solsangiz, sizdan-da mehribon inson bu dunyoda yo'q bo'ladi. Ya'ni bunday insonlar sizni uzoqlarga qo'yib yubormaydi. Sizga qalbini ochgandan so'ng, siz har doim uni eng yaxshi insoniga aylanasiz. Aslida bizda nima qilishadi? Bunday insondan qochishga, uzoqlashishga harakat qilishadi. Lekin mening tavsiyam, ularni ham eshitib ko'rishga harakat qiling. Eng yaxshi inson ekanligini bilib olasiz. Shuning uchun jahli tez chiqadigan insonlarga yuborib qo'ying, o'zini qanchalar mehribon ekanligini bilib oladi.